Assalomu alaykum birodarlar, sog'-salomatsizlar do'stlar. Tuberkuloz, ko'k yo'tal, quruq ho'l yo'tallar va hamda diareya va oshqozon ichak kasalliklari, siroz pechen, buyrakdagi muammolar, siydik pufagidagi va yo'lidagi shamollashlar bormi do'stlar? Hatto onkologik kasalliklar bormi? Mana bu ko'rib turganingiz do'stlar, korovyak deyiladi. Birodarlar, mana bu o'simlik korovyak, o'zbekchada sigir quyrug'i. Ana shu ko'rganingizni bor ekan, shunda hozir yig'ishtirib oling va yaxshilab maydalab quritib qo'ying. Yuqorida aytgan barcha kasalliklarimga 1 yoki 2 osh qoshiqni 600 gram qaynoq suvga damlab qo'yib, dam berib ichib yursangiz, xudo xolasa Allohning izmi bilan boki shifo topasiz do'stlar. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana birodarlar, bu o'simlikni barcha insonlar juda ham yaxshi biladi. Shundoq ko'rinishga ega bo'ladi. Qashqadaryodan qaytayotgandik. Shularni ko'rib qoldim. Yaqinda xudo xolasa bu narsalarni yig'ib ketish niyatimiz bor. Sog'-salomat bo'ling. Allohga omonat, xayr, asosida o'zingiz asrang. Aytgancha ogohlantirib qo'yay. Buni o'zayotgan vaqtlaringiz og'zingizga niqob va ko'zingizda achki bo'lsin iloji boricha. Oxirida menga rahmat aytasizlar. Xayr.